saranda xizmat qiladigan odamni ma'lum mandan g'alati maxluq deyishga bo'ladi. O'zimni bir g'alati maxluq tursam, yana bir g'alati maxluqdan qo'rqishning nima hojati? Xizmatga ziyoda berilib ketganlikdan doim tomoq vaqtini o'tkazib yetdim. Qursqim ichib, oshqozinim og'rishga boshlagandala, texi tomoq yemaganligimni esimga olatdim. Uda 10 soat orom olmay ishlagashga, o'rindiqda o'ltiribla o'zimni to'ymagan holda uxlab qolatdim. Qizitmam 40 gradusga chiqib ketgan chog'dimi darsga ta'sir yetkazib qo'ymaslik uchun ishdan tushgandan keyin doktorxonaga bordim. Hatto doktorxonada nomer elib qo'yib, nima saqlag'ash, og'rib qolish sababidan qilolmay qolgan xizmatimni qandoq to'liqlashning g'amida bo'ldim. Shuncha ko'p jabr jafo chekkan, dard totgan bo'lsammi, jon tikib kurash qilish irodam bakli kuchlik bo'lg'achqa, texim kuchab ishligim keldi. Hatto jafo mushaqqatlarni o'ylagudekmi vaqtim chiqmaydi. Ayni chog'dagi o'yim nihoyatda oddiy. Tirishib ishlaginim, uydagilarga ko'ngil bo'lganim deb o'ylagan ekanman. Yarim yildan keyin xizmatim bara-bara iziga tushdi. Ammo uydagilar bilan paranglashadigan vaqtim bara-bara ozlab ketdi. Bir kun to'xtamay dars o'tib, ishdan tushib dars tayyorlab, orom deganda o'zimga tava ozroq vaqtim chiqqanda yerib holimdan ketatdim. Gap qilgudek mag'durmi qilmaydi. Onam bilan singlimga borgancha oz telefon uradigan, ursammi ko'p paranglashmaydigan bo'lib qoldim. Bir qatim onam menga telefon urib, yig'lab ketgil tasliq qoldi. Mendan xafa bo'lib, "Sen zodi nima o'ylayapsan? Sana bu uy kerakmi yo'q?" dedi. Bu gapni anglab, o'lchiqda qolgandek bo'lib qoldim. O'zimni oqlamoqchi bo'lib, "Mening jon tikib xizmat qilishim kim uchun? Sizlar uchun emasmi? Mening bunday qilishimni sizlarni o'donroq kunga erishtirish uchun-ku. Meni nimishqa tushunmaysan?" dedim. "Meni nimishqa tushunmaysan?" Bu savolni so'raydiganlar nihoyat ko'p. Javob nihoyat oddiy. Chunki sen qarshi taraf talab qilganda ko'ngil bilishni berolmading. Shu ishdan keyin his qildimki, garchi sen jon tikib ishlasangmi, boshqalarning qarashicha, agar vaqtingni va ko'nglingni ularga bo'lmasang, ular haqiqiy izlagan narsani berolmasang, bu sening xatoliging. Sening berganing qarshi taraf haqiqiy talab qiladigan, muhim deb bildigan narsa bo'lishi notayin. Bugundan boshlab rol va nishon jadvalidan birini tuzing. Kunda, haftada, oyda bir qatim o'qib turing. Birli nuqtaga qarab turib olmay, o'zingizning turli rollari va o'rnini makro nuqtadan kuzating hamda o'zingizni har vaqt tanishib turing. Hayotingizda cho'qim o'zgarish bo'ladi. Har qanday bir joy sizga sahna bo'la oladi. Men gitarchilikka amroq. Har kuni uxlashdan burun mikroblogga yo'llaydigan hikoyalarimni doim ko'pchilikka naqsh etib beraman. Zodi qancha qatim anglaganim esimda yo'q. Ammo sening ovozing nemanchi sat degan gapni talay qatimlab anglab ketdim. Ba'zilar gapni agitib o'ltirmaylar. Boshqalar naqsh etsa pul oladi, ammo sen jon oladi ekansan deyishdi. Agar taliyingizga men bilan chiniqish uyga berib qolsangiz, mening quloqni yarg'udek, jonni azgudek voydotlarimni anglaysiz. Har qatim ig'ir harakatlarni ishlagan chog'da, termir meni kuchim yetmaydigan ig'ir narsalarni ko'tarishga majburlaganda, voz kechay desam voz kechalmagan vaqtlarimda, butkul chiniqish zalini mening ichinishli g'ulashlarim qoplaydi. Meni nimishqa buncha qo'rlaysiz? Men boshqalarga o'xshash asta-asta kelsam, tadrijiy ig'irlasam bo'lmamdi? Men bu savolni termirdan nurg'un qatim so'radim. U menga bo'tib chiqqan muskullarni ko'rsatib turib, ozroq mangstamagan qiyofatda mundoq dedi. Sen rostilla muskul chiqarmoqchimi yoki o'zingni oldirmoqchimi? Bilishing kerak. Og'irmoqchi muskul chiqmaydi. Qattiq og'riqni his qilib, kashta berib obdan orom ol. Oqsil to'liqlagan chog'da muskul chiqag'ili bo'ladi. Agar og'irmagan bo'lsa, bir kun behuda mashq qilganingni bildirdi. Rahat o'sib yetilishning eng chong dushmani. Jafo yetilayotganlikning eng yaxshi ko'rsatkichisi. Agar muskul chiqarmoqchi bo'lsangiz, mashq bo'lgandan keyin badaningizning og'riyotganligini his qilmasangiz, mashqning unumi bo'lmaganligini bildirdi. Agar horullik qilib, tizginakni besib o'ltirib, hatto qahramonlar ittifoqi o'ynab chiniqaman desangiz, siz chiqarmoqchi bo'lgan muskul mangu chiqmasligi mumkin. Mundaqcha aytganda, chiniqish o'z-o'ziga ish tepishdan boshqa narsa emas.
hayotmi shuningga o'xshaydi. Mushkulotga yo'liqqan vaqtingizda halqiliq bir qadamni bosmasangiz, balkim rohatga erishsiz. Hatto o'zingiz orzu qilgan kelgusidan mahrum qolasiz. 2011-yili 6-oyning 14-kuni otam tuyuqsiz qazo qildi. Shu chog'lardagi azobli kechirmishlarimni nurg'un odamlar tasavvur qila olmasligi mumkin. Otamni yerligida qo'yib 8 kundan keyin Bejingga qaytib keldim. Shundan keyingi kunlar minut sekunddan to'limi osti o'tdi. Texib berib planlagan bir pan imtihonim va 2 parcha maqolam bor edi. Muallim ahvolimni uqqandan keyin imtihonni to'liqlab bersang, maqolani keyinroq topshirsang bo'ladi dedi. İmtihan bilan maqolaning ishini 6-oyning oxirlarida bir taraf qildim. 7-oyning 6-kuni o'qish bitirish murosimi. Saboqdoshlarimning ota-onalari yetib kelishdi. Men faqatla xush bo'lolmadim. Otamdan mangulik ayrilgan edim. Uning ustiga onamni Bejingga kelolmaydi. Oliy maktabga yangi kelgan vaqtimda o'zimni ko'ztib qo'yish uchun ota-onamning akilib qo'yishini rad qilib, o'zim yolg'iz Bejingga kelgan edim. O'xshamaydigan yeri, u chog'da qalbimda kelgusiga nisbatan ishonch va umid yalqinlari yelinjaydi. Ammo bu qitim shundaqla shuningdan keyingi uzoq bir mezgil ichida barliq sinoqlarga o'zim yolg'iz yuzlanishim, texmi ko'p mas'uliyatni zimmamga ilishim kerak edi. Saboqdoshlarim ajoyib jo'shqin bir qiyofatda o'qish bitkizish marosimini kutib oldi. Albuki men gangirash ilkida qoldim. Chet-elga chiqadiganlar tayyor bo'ldi. Bejingda qoladiganlar uy tepib bo'ldi. Maktabdan 7-oyning 9-kuni ayrilishimiz kerakligini uqtirdi. Men texicha uy topmadim. Tuyuqsiz yuz bergan o'zgarish meni butunlay tamtirtib qo'ygan edi. Otam xizmat ustida qurbon bo'lganligi uchun agar yurtga qaytib ma'mur bo'lishni tanlasam, hukumatning g'amxo'rligiga erishaylaydim. Sistem ichida muqim, inovatlik bir xizmatga erishish nurg'un odamlarning oldin tanlashi. Bu xizmat yangi o'qish bitkizgan yoshlarga zo'r xotirjamlik tuyg'usi beralaydi. Lekin otam shuncha tirishchanlik ko'rsatib, meni Xinjiangdan Bejingga avatdi. Uning umid qilgani meni ko'p qism kishilarning nazaridagi shu xil oddiy ham baxtli turmushga erishtirish emas. Mening umid qiladiganim yomon emas turmush emas. Balki orzu armonlari bo'lgan dunyoni o'zgartirib bo'ladigan turmush. O'limchi mening bu yo'ldagi istaklarimni qondirib bo'lolmaydi. Biroq shundoq degani esimda. Kichik ishlarda qaror chiqarishda aqlingga tayan. Cho'ng ishlarda qaror chiqarishda yuragingni tingsha. Chunki nimani tanlash kerakligi qalbingga ayon. Cho'ng shahar bilan kichik shaharning birini tanlash tasbir qaror. Men har xil qiyinchiliklarni yengib, Bejingni qilishni tanladim desam bo'ladi. Mening qimmat qarashimda har kishi cho'qin mustaqil, qo'lidan ish keladigan bo'lishi, qiyinchiliklarga bosh egmasligi, jafo mushaqqatlarni jimjit zimmasiga elishi kerak. Otam o'lib ketgandan keyin hojatxonada turib, tuqqanlarning onamga meni yanada elib qilish to'g'risida nasihat qilayotganligini anglab qoldim. Onam qat'iylik bilan mening tanlashimga hurmat qiladiganligini, o'g'lining qanot quyruqini bo'g'ishlab qo'yishni xohlamaydiganligini aytganida yuragim pichoq bilan tilgandek og'rib ketdi. Shu ish hozirgacha esimdan chiqmaydi. Cho'ng shaharda qilib taraqqiy qilishni o'ylaganlarning hammasi jafo chekadi. Cho'ng shaharlarda uy emas, bir kishilik karvat tepishmi oson emas. 8 kvadrat metrlik kichkina bir egizlik uyning oylik ijorisimi 3 million atrofida bo'ladi. Ya'ni kelib uy egasining muomalasi uyning tozalik sharoiti bilan qilishmoqdek darajada nachar. Uyning buncha qimmat bo'lishining birdan bir sababi o'rin yaxshi, maktabga yaqin bo'lganligi. Bularni qabul qilib ketgan bo'lgan taqdirdami, o'ylamagan boshqa qiyinchiliklarga yo'liqatdim. Uy ijara elishda 5-qitim rad qilingandan keyin yerim kechida Dungguansunning odamsiz ko'chalarida yolg'iz ketib etib, xiyolga patdim. Nima uchun shuncha tas? Cho'ng shaharda sonsizlig'an chiroqlar yonadi. Mana tava birmi yo'q. Men uchun yiqilgan bir chiroq shu yiroq joydagi yurtimda qolgan. Elimni yaxshi, hargizmi bo'shashmadim. Orzu armonlarim yo'lida tirishish va kurash qilishdan bir kunni voz kechmadim.
cho'ng shaharda qilib kurash yo'lini tanlaganlik go'mishlachi kun o'tkazish, o'z-o'ziga uvol qilishdan boshqa narsa emas. Ayni chog'da yurtga qaytishni tanlagan bo'lsam, balkim boshqa bir holda bo'lardim. Ammo buncha ko'p kechirmishlarning kashmishchisi bo'lolmagan, buncha ko'p yaxshi ustoz, munavvar do'st yoranlar bilan muloqot bo'lolmas edim. Qo'lloq nomli filmda mundaq bir qoida so'zlanadi. Yosh chog'larimda o'zimni shamol deb yuribdiman. Badallarimni zahmat jarohatlari qoplagandan keyin asli o'chib ekanligimni bildim. Balkim biz rasululloh shamol edik. Zahmat jarohatlarining badallarimizni yig'ir qilishidan qo'rqib, parvoz qilish imkoniyatidan voz kechgan bo'lsak-chi. Qafasga sulinib yashaydigan pasib turmushni hech kim xohlamaydi. Masala shuki, sizga bir parcha osmon bersa, erkin parvoz qil desa, ammo yiqilib tushish ehtimolligi bor bo'lsa, uchishga jur'at qila olamsiz. Wang Shaoning qalbida dars xotirasiga yozilgan 2-avlod nomratlar to'g'risida aytilgan so'zlar va hikoyalar nurg'un kishilarning diqqatini tortdi. U o'quvchilarga bergan topshiriqda turmush orqa ko'rinishi odamning ichki dunyosiga qanday ta'sir ko'rsatadi deydigan bir savol bor. 90-yildan keyin tug'ilgan o'quvchilar orqa ko'rinish yaxshi bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonch kuchli bo'ladi. Chunki chekinish yo'li bor deb qaragan. Orqa ko'rinishi odat kishi bo'lsa, odamdan qo'rqish bo'ladi. Boshqalar uttirsa pul uttirdi. Men uttirsam turmushni uttirman. Tayangudak hech narsam yo'q. Shunga psixikasi ehtiyotchan keladi. Turmushda mundaq voysashlarni doim anglab turamiz. Boshqalarning oq teriki bor, mening soyamdan boshqa hech narsam yo'q tursa, orzu armonlardan eg'iz ochqili bo'ladimi? Xotirjamlik bilan tuxumni toshga urish o'tirsada tanlashga duch kelganda, ko'p qism kishilar qo'rqonligi uchun xotirjamlikni tanlaydi. Och yalang'och qolmaydi. Kelgusidan ansirashning muhojati yo'q. Ammo osonlik kishilarla hayot yurishga rozi bo'lmaydi. Ular kelgusi va jiroqlarga bo'lgan intilishidan voz kechmaydi. Hamda g'oyasini reallikka aylantirish uchun butun kuchi bilan otlanadi. Qanchilgan odamlar bexatarlik tuyg'usi uchun orzu-armonlardan voz kechadi. Odamning umri o'lgucha, yupurmoqning umri g'azan bo'lguncha. Hayotda erishganlaring orzu qilgan narsalar bo'lmasa, boshqalarning qimmat qarashiga ergishib, atalmish bexatarlik to'g'risini qo'g'lishib o'tgan hayotning nima qiymati bo'lsin? Bexatarlik tuyg'usini boshqalar bermaydi. O'zingiz yaratasiz. Kech-kunduz tirishish, kurash qilish, samimiyat va qon ter yig'ilib, odamning ruhiyatini kuchlantiradi. Bunda odam kechada yolg'iz yursimi, ovozini qo'yib berib naqshi ayta oladi. Valdin kulida mundaq deyiladi. Men boshqalarni mening usulim bo'yicha yashashga majburlamayman. Ammo har bir insonning otasiga, onasiga yoki qo'shnisiga taqlid qilmay o'z turmush usulini tepib olishini va shu yo'lda kurash qilishini umid qilaman. Hech yer sizning yurtingiz emas. Ammo sizning kurash maydoningiz bo'la oladi. Ruhimga tinchlik beradigan joy dal mening yurtim. Kelgusini hozirgi turmushingizning bir qismiga aylantiring. Hamma odamning degidek tushkunlashib chekiga yetilgan vaqti bo'ladi. Hayotda gangarab qoladi. Nima qilarini bilolmaydi. Men shundoq bo'lgan. Mening shundoq chog'larim nurg'un odamlar orzu qilib kelolmaydigan Beijing universitetida o'tgan. Oliy maktabning birinchiligining 2-mavsumida to'r o'yiniga shu qadar berilib ketdimki, uyqudimmi, tomoqdimmi voz kechadigan darajaga berib ketdim. Bir oyga yaqin har kuni degidek Beijing universitetining janubiy darvozasi oldidagi to'rxonaga kirib, kecha o'yin o'ynaydim. Bu to'rxona Beijing universitetining har qaysi kasblarda o'qiyotgan o'quvchilar bilan to'lib ketadi. Ular bu yerda o'zlarining o'yin o'ynashdagi talantini namoyon qila oladi. To'rxonaga kirib qarasangiz, Beijing universitetidagi talantlilarning kompyuterning mahim dunyosida kurash qilib, to'r dunyosidagi kunki polvonlarga aylanganligini ko'radingiz. Ayni chog'da Olvosti shahri nomli to'r o'yini eng moda bo'lgan chog' bo'lib, men to'r dunyosidagi qahramonlar bilan yoshlik jasoratimni namoyon qilib, bir hafta uda kechalab o'yin o'ynash rekordini yaratgan edim.
uzoq mezgil uyquga berilib ketib, uyqudanmi, tomoqdanmi voz kechib yashab, bir kunlarda to'rxonada o'lib ketarmanmi deb o'ylagan chog'larmi bo'lgan. Bu dunyodan ketadigan vaqtda, bu dunyoga to'rxonaning o'rindig'ida ketib qolgan kasamning izidan boshqa hech narsa qoldirmay ketishni va yoki taratqularda Beijing universitetining o'quvchisi to'ri o'yiniga berilib ketib, to'rxonada o'lib qoldi degan xabarning tarqalishiga sababchi bo'lib qilishni xohlamasammi? O'zimni bu o'yindan zodil tortolmadim. To'rxonada tunab boqqanlarning hammasi biladi. Tong sahar soat 3lar bo'lganda, tumur odam bo'lgan taqdirdimi bir narsa yemasa chidab tura olmaydi. Bu chaqda Beijing universitetining janubiy darvozasi oldida zixliq yemeklarni sotadigan tog'imizning bir kunlik sodasining oxirgi qatim yuqori to'lqin yoritadigan vaqt yetib keladi. Nurali oblasining Şinjan Pan-texnik nashriyati nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mushargacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.